Bo'ldi, bu yer bo'sh ekan, kelinglar. Olg'a shoximizdan kelsalar, qishloqni bosib olish kerak. Ertalabgacha o'lgararmikanmiz? Menimcha, unchalik ham qiyin emas ish. Shunchaki bomba qo'yish. To'g'ri. Mana shu yer menimcha to'g'ri kelsa kerak. Qishloqni chekka joyi, lekin shu vaqtning o'zida o'rtasida. Bo'pti, sizlar qaranglar, men esa aylanib kelaman. Bo'ldi, boz. Hammasi yaxshi ketyapti. Qadrli tomoshabinlar, kanalga obuna bo'lib videoga bir dona like bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki bu bizga motivatsiya beradi va yangi videolar tezroq chiqadi. Hammaga oldindan rahmat. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mike va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, bugun bizning qishloq juda ham tinch. Sizlarga aytishim mumkinki, juda ham tinch. Gap shundaki, qishloqliklar nihoyat bu yerni tark etishdi. Qo'shni qishloqda qanaqadir risellar bayrami ekan. Faqatgina mer qoldi, shuning uchun ham mazza qilib dam ola olmaymiz. Lekin ish odatdagidan kamroq bo'ladi. Masalan, salom. O, zo'r podvalku, men ham o'zim yoqiraman. Nima? Qanaqa podval? Tushunmadim. O'zi nimaga kelgandi bu bola? Podval zo'rku deb. Ha, mayli do'stlar, nubda bar rostdan ham podval. Tushunmadim. Bu yerda meni огородning tagida podval kim qurdi buni? Masalan, men emas. Buni qaranglar. Ana u yerga burilib ketgan yo'l. Tak, buni ko'rishimiz kerak. Xo'sh, menga instrumentlar chin ursin, do'stlar. Har doim endi tinch bo'ladi degan vaqtimda shunaqangi boshqa balo tushib turadi. O'tgan safar mashinam yo'qolib qoldi. Kim bilsam, nub qilgan ekan kayfiyatimni ko'tarish uchun. Undan tashqari, agrotimdan maxluq chiqib kelganicha chin ursin, nima ham qilardik? Ha, mayli do'stlar, bo'ldi. Hozir ishimizni tugatishga harakat qilamiz. Bu unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Bor yo'g'i mana bu karta uyi. Kech tushganday bo'ldimi? Kamera suvga tushib ketsa, kech tushganday bo'lar ekan. Ha, mayli, mana bularni hozir kelinglar ekib chiqamiz va mana bu yerda meni podvalim bor, kim bilsa, hattoki menga kerak bo'lmagan uchun yopib tashlaganman. Lekin agrot tagida podval, buni do'stlar men qurishim mumkin emas, chunki menga umuman yerto'lalar yoqmaydi. U yer nam, zax, sovuqdan tashqari o'rgimchaklar bo'ladi. Shuning uchun ham yo'q, buni men qurmaganman. Nima uchun? Yaxshimki nub ko'rib qoldi. Meni hududimda kimdir stop, nubdaydi axir instrumentlar jin ursin. Shu bola oxiri meni asabdan o'ldiradi-da. Mayli, kelinglar, yo'llarga merga berib o'tamiz narsalarni, shu bilan nubdan ham instrumentlarni olamiz. Xo'sh, assalomu alaykum janob mayor, kirishga mumkinmi? Ha, kirib bo'lding-ku. Bari kartoshkalar. Ha, nimaga o'zi siz bayramga ketmadingiz? Sizlarga hayot shirin tuyulmasligi uchun. O'zim ham bilgandim. Mayli, sog' bo'ling. Do'stlar, mayli. Tak, nubdan narsalarni olishimiz kerak. O'zi uydamikin? Menimcha podval kovlayman deyotgan edi menga o'xshab. Hech men podval kovlaganim yo'q. Nub, rostdan kirib ketib. Nub. Hozir baqirma, chiqyapman. Davay tezroq. Nima? Menga instrumentlar kerak. Nima qilasan? Men ishlatyapman. Shoshma, men o'zimga toshdan yasab olmayotgancha olaver. Yo'q. Ha, bo'pti, men podval quraman, xalaqit berma. Albatta quraver, omad senga. Ha, do'stlar, kim nima desin, lekin suv bossa ham nubni tak. Mana bu podvalni endi ochishimiz kerak do'stlar. Birozgina kelinglar, jiddiylashamiz, ortiqcha hazillar qilmasdan, chunki bu rostdan ham juda ham g'alati. Chunki kimni haddi sig'ishi mumkin begona odamni tomorqasini tagida uy qurib olishga? Menimcha yaxshi odamlarni emas. Yaxshi odamlar tunda qo'ng'iroq qilmaydi va xuddi shunga o'xshab yaxshi odamlar birovlarni tomorqasini tagida podval qurishmaydi. Tak, qani ko'raylik. Stop, bu kanalizatsiya nima? Do'stlar, bunaqangi rishotgani faqatgina kanalizatsiyaga qo'yishadi. Nima meni uyimni tagidan? Yo'q, do'stlar, buni ha, temirli qanaqadir ko'prik turibdi. 100% meni uyim tagidan kanalizatsiya o'tgan ko'rinadi. Ha, buni tushunsa bo'ladi, lekin baribir ham bir tekshirib ko'rishimiz kerak do'stlar. Balki u yerda juda ham xavflidir. Masalan, uyim tagida katta trubalar o'tgan bo'lsa, bu xavfli. Men bunaqangi uyda yashamagan bo'lardim, chunki u yerdan suv toshib ketishi mumkin. Kanalizatsiyada esa unchalik ham toza suv oqmaydi. Buni hamma biladi. Shuning uchun ham men bu yerda yashamagan bo'lardim. Qani ko'raylikchi do'stlar, ochib nima bor ekan. Tak, hammasi joyida endi. Ketdi. Buni ochishimiz kerak. Faqatgina kirka bilan sinar. Yo'q do'stlar, o'zim ham o'ylagandim. Ha, bekorga vaqt sarflaganimiz qoladi. Buni sindirib bo'lmaydi oddiy kirka bilan. Ochish kerak yaxshilab yoki yerni kovlab o'tsakmikin? Ha, mayli, qo'limni rasvo qilish niyatim yo'q. Chunki do'stlar, o'zingiz bilasiz, kanalizatsiya yeri mikroblardan qo'rqaman. Menda fobiya. Tak, stop. Mana bu yerda yana bitta blok qolish. Do'stlar, meni tomorqam o'zim bilganimni qilishim mumkin deb o'ylayman. Agarda menga qo'shilsangiz, fikrimga like bosib qoldiringlar bu video ostida va albatta kommentariyaga tushib videoga obuna bo'linglar. Mana bularning hammasini olamiz va bo'ldi. Yaxshi, bizda endi 1 marta, 2 marta ishlatib ketadigan yog'ochli belkurak bor. Shu bilan tushsak bo'ladi. Pastga qani ketdik. Hozir ochamiz. Qani mana bu yerlarni kovlash kerak. Yaxshi. Mana bunday kovlab ketsa bo'ladi, lekin chiqishi qiyin bo'ladi. U yerda masalan kanalizatsiyadagi maxluq bo'lsa yoki toshbaqa ninjalar chiqib qolsa nima qilaman? Chunki do'stlar, unutmaslik kerakki, toshbaqa ninjalarni
Krisa o'rgatgan jang qilishga. Shuning uchun men ular bilan birga bir chiqmagan bo'lardim va ular 4 kishi. Men esa 1 kishiman. Yo'may buni ochsammikin tagini. Ha mayli, hozircha fakel tursin, keyin tushamiz chunki tagida buni qaranglar, bu yerda ham tagida joy bor. Juda ham katta joy. Ha, aniq kanalizatsiya bo'lsa kerak. Ha mayli, hozir bularni olib tashlaylik. Hech bo'lmasa fakel qo'yib chiqsak. Tak, Narvon. Bu qay qo'li bor. Nima? Kimning o'yin tagida jin ursin? Buni qaranglar, qo'ri yo'q, lekin narvonni ulab qo'yishgan. Ha, mana bu bizni kommunal ishchilarimiz. Tak, stop. Shkaf. Stop, do'stlar. Bu menikimi? Tushunmadim. Qanaqasiga? Shoshmay, yo bo'lishi mumkin. Nima? Meni uyimni tagidan kanalizatsiya o'tgan bo'lish kerak edi. G'alati, lekin nima uchun bunday qilib tashlashgan? Stop, demak, sizlar aytmoqchisizlarki, meni tomorqam tagidan va uyim tagidan kanalizatsiya o'tgan, lekin men bu haqida bilmayman. Do'stlar, agar bilganimda qachonlardir men bu yerda qo'limni sovuq suvda yuvmasdan rakovina o'tkazardim, unitaz o'rnatardim. Bu g'alati do'stlar, hacha yo bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, axir butun qishloqda kanalizatsiya yo'q umuman, bo'lganda aytgan bo'lishardi. Bu yerda do'stlar nimadir noto'g'ri. Menimcha buni o'zi ishchilar qilmagan, buni boshqa kimdir qilgan. Stop, qani men tosh, yo shamol kelyapti do'stlar, tushunmadim. Nima? Fake blok? Stop do'stlar, qayerdan bunaqangi fake? Buni qaranglar, men axlat tashlaydigan joyimdaman. Mana nima uchun bu yerga qancha narsa tashlasam ham yig'ilmas ekanda axlat. Tushunursin. Xo'p, mayli do'stlar, men albatta hammasini tushunaman, lekin kim bularni qurib chiqqan? Buni qaranglar, yer, tosh hammasi aralash. Mana bu nima bo'ldi? Nima uchun bu yerga temir ko'priklar qo'yib chiqishgan? Qani tushib ko'raylikchi, nima toparkimiz bu yerdan? Xazina topsak, ha, yo'q do'stlar, mayli. Qani tushib ko'raylikchi, ozgina realist bo'lamiz bu yerda. Albatta xazina top bo'lmaydi. Xo'sh, hech narsa yo'q. Mana bu yerni ham ochishimiz kerak do'stlar. Hammasi qulay chiqib tushishimiz uchun, chunki bilmaymiz nima chiqib qoladi. Na creeperdan qo'rqaman, na zombidan, lekin yer ostida bilasizlarmi qanaqangi maxluqlar yashaydi? Ularni hattoki tilga olmagan. Stop, bu meni nima? Do'stlar, bu meni podvalim. Stop, yo. Men bunga ishonishdan bosh tortaman. Nahotki kimdir erinmasdan meni uyim tagida shuncha sirli yerlar qurib chiqqan. Gap bo'lishi mumkin emas albatta sabriga, lekin baribir ham g'alati. Nima uchun kim? Rostdan ham 3 ta yo'l bo'ldi. 1 mana bu yerda, 2 o'zimni podvalim orqali va 3 shkaf tagidan chinursin yoki meni kuzatishyaptimikin. Do'stlar, bo'lishi mumkin. Chunki sizlarga aytaman, kim qaysi o'zini aqli bilan bunaqangi ishni qilishi mumkin odamlardan. Jitellar aniq qilishmaydi bunaqa. Qilishlari mumkin, ular ham qitmir, lekin uchtalab yo'l qilib meni kuzatish uchun bu yerda do'stlar kimdir bor, balki dadamning dushmanlaridir. Chunki ko'pchiligingiz bilasizlar, dadam biznesmen, aytganmanmi yo'qmi bilmadim, lekin meni shuning uchun ham kuzatayotgan bo'lishlari mumkin. Hasad qilib uyni bu yerda birdaniga sotib olganimga tak, mana bu temirni o'rnatish kerak bo'ldi, yaxshi. Baribir ham qo'lga olishga to'g'ri keldi. Rasvonaslarni hammayli qani chiqaylikchi. Bunisini ko'ramiz. Qani bu nima ekan do'stlar? Qiziq. Hozir ochamiz va pastga tushdik. Boshqa hech narsa yo'q. Buni qaranglar. Nima? Ikkita yo'l. Qiziq. Mana bunisi endi do'stlar aniq tasodif emas. Qizil fakellar. Nima uchun bu yerga redstone fakellar qo'yib chiqishgan? Qani buni qaranglar, tunnelni uzunligini aniq buni qishloqliklar qilishmagan. Tak, shunchaki tugayapti tunnel. Agar tepaga o'tsak nima bo'lar ekan? Nahotki birovni o'yin tagidan chiqsak, qani. Buni qaranglar, tosh. Demak, kimnidir yoki o'yin tagidamiz yoki qandaydir qurilma bor bu yerda. Hozir ko'ramiz, ochib. Qani, nima bor ekan? Birovni sirli uydan chiqsaga. Bu nimasi yana? Hey, politsiya chaqiraman. Kimsan? Nima, janob mer, bu men. Nimaga uyim tagidan kovlab yuribsan, ha? Shunchaki men agrotim tagidan kovlagandim, shu yerdan chiqib keldim. Unitaz. Nima? Xullas kanalizatsiya ulanganmi bilmadim, lekin bu yerda tiqilib yotibdi tunnellar. Yop, hammasini menga keragi yo'q. Yo'q. Ha, mayli, unda ketdim. Orqangdan yopib ketdi blokni, polni tuzatib. Xo'p. Bo'ldi do'stlar, endi bu yerdan tuyog'imizni shiqillatamiz. Rostdan ham yoki bu yerdan kimdir sirli yo'llar qurib yuribdi, erinmasdan yoki rostdan ham juda ham yomon ishlar bo'lyapti va bu yerda kanalizatsiya o'tmagan. Qani ochaylikchi, mana bu yerda ham nima bor ekan? Stop, nima bu? Qora narsa, yongan ko'mir. Tak, stop, bu yongan uyning tagidan chiqib keldimi? Do'stlar, bu juda ham kulgili sizlarga aytsam, yo, kim shuncha vaqtini instrumentlarni sarflab bu yo'llarni qurib chiqqan? Do'stlar, men bo'lganimda
Yo'q, hattoki pulga ham shuncha ish qilmagan bo'lardim. Shundoq ham fermerchilik bilan charchab yuribman. Bu yerda esa kimdir tunnel qurib chiqqan. Buni qaranglar, shuncha fakellar ketgan, shuncha qurilish ishlari, shuncha sabr bor odamga juda ham havas qilaman. Bo'ldi, bu yerdan ketamiz do'stlar. Qiziq hech narsa chiqmadi. Afsus, o'ylaganimki, hozir bilmadim qandaydir bu yerda agrot tagida yashab yurgan jitellarni topamizmi desam, shunchaki mana axlat tashlaydigan joyimda nima uchun axlat to'lib qolmas ekan? Shunchaki u yerda kanalizatsiya uchun yoki kimdir sirli yo'li, kimdir kanalizatsiyasi. Bilmadim do'stlar, kommentariyada yozinglar, nima bu sirli yo'l yoki kanalizatsiya. Masalan, men o'ylayapmanki, shunchaki chala qolib ketgan kanalizatsiya. Mayk, tezroq kel. Nima bo'ldi? Hozir mana buni tuzatdim, yur ko'rsataman. Tinchlikmi ish qilib? Hoy, Sten. Yo'q, tinchlik emas, ko'rsang hayron qolasan. Aha, davay. Xo'sh, nima ekan, xullas podolka o'layotgan edim va eshikni yopib yuborgan. Hech kim eshitmasligi kerak. Tushunarsiz, mayli, nima bo'ldi? U yerdan bomba chiqdi. Bomba? Ha. Qanaqangi bomba? Qizil bor-ku, dinamitmi? Ha, o'sha tanta. Tushunarsiz, kim qo'ygandir? O'zing tushib chiqma qurol. Nima? Qurol bilan tushaymi? Albatta, kimda bo'lishi mumkin u yerda dinamit, banditlarda. To'g'ri aytasan. Mayli. Bo'pti, qani tushamiz do'stlar. Umid qilamanki, o'lib qolmayman bu yerda. Tak, bu qanaqa joy bo'ldi? Ha, do'stlar, podvalka olishga harakat qilgan. Nima? Qizil mana nima uchun bu yerda qizil fakellar turibdi ekan? Buni qaranglar, dinamit. Tushunarsiz, bu yerda ham. Yo-mayo, nahotki, stop do'stlar. Nupa menga o'xshab yer osti yo'llarini topib oldimikan, o'yin tagidan. Bo'lishi mumkin. Qani bu yerlarni ham olaylikchi. Jinursin. Do'stlar, to'lib yotibdi bu yerda qizil fakel va dinamitlar. Nima qilib qo'ydim? Xo'sh, buni olishimiz kerak. Bu qayerga qolib borar ekan? Ikkita yo'l. Bittasi narvonli, bittasi shunchaki tunnel. Oddiy yer turibdi. Qani ustimga hech narsa tushmasa bo'lgan. Qishloqning orqasi bu. Qo'shnisi. Tushunarsiz, xuddi menga ko'znisani. Tak, shoshmanglar. Menga instrumentlar kerak do'stlar. Hozir men narsalarni olib chiqishim kerak. Tak, bu yerda lapatka va lapatka shart emas, ham mayli olib qolay. Ortiqcha bo'lmaydi va fakel. Ha do'stlar, hozir tushamizda ko'ramiz nimalar bo'lyapti ekan. Masalan, men hayronman, nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Nimaga? Kim dinamit qo'yib chiqqan qishloqdagiga? Yana Sten o'yin ostida. Hozir ko'ramiz, qani bu yerda kimlar bor. Hoy. Nima? Shunchaki yopiq. Stop, balki ochsak, devorning orqasida nimadir bor. Buni qaranglar, rostdan ham. Bu anavi joy emasmi? Stop, nahotki qizil fakellar bor joyda dinamitlar bo'lsa nima qilamiz? Bomba hamma yoqda. Yo'q do'stlar, qishloqni evakuatsiya qilish kerak yoki politsiya.